بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Ana birodarlar, 3 jumadan beri tavfiq degan mavzuni suhbat qilayotgan edik. Bugun 4-darsimiz davom etamiz. O'tgan darsimizda savol berdik. Sen tavfiqli odammisan? Tavfiq Alloh taoloning ilhomi. Tavfiq Alloh taoloning yo'lashi. Tavfiq Alloh taolo sizni ishingizni o'zini qo'liga olishi. Tavfiq sizni o'zingizni holingizga tashlab qo'ymasligi. Ana shu tavfiqni ta'rifini o'qidik va oxirgi darsimizda shu savolni berdik. Sen birodar, tavfiqli odammisan? Alloh senga tavfiq berganmi? Ana shu alomatlardan 3tasini suhbat qilgan edik. Davom etamiz. Birinchisi, agar senda iymon bor bo'lsa, bu tavfiqning alomati. Alloh yo'l beribdi, Alloh qo'llabdi, iymon keltiribsan. Tavfiqning ikkinchi alomati ilmga bo'lgan rag'bat, ilmga bo'lgan harislik. Uchinchi alomati savobli amallarga muvaffaq bo'lishliging. Tavfiqning 4-alomati da'vatga Alloh taolo seni burishligi. Dinni, yaxshilikni odamlar o'rtasida tarqatishga muvaffaq bo'lishing tavfiqning 4-alomati. Bu ish odamlarga dinni o'rgatish, odamlarga Allohni tanitishlik eng afzal insonlar, payg'ambarlardan qolgan meros. Chunki odamlarni Allohning diniga da'vat qilishlik payg'ambarlarning ishi bo'lgan. Bilasizmi, eng yaxshi odam kim? Eng yaxshi odam shunday odamki, Allohni bandalarga suyukli qiladi. Bandalarni Allohga suyukli qiladi. Ya'ni bandalarga Allohni tanitadi, ilm orqali Robbilarini tanitganidan keyin bandalar Robbisini tanib yaxshi ko'rib qolishadi. Endi Robbisini yaxshi ko'rib Allohga qulchilik qilgandan keyin Alloh bu bandalarni yaxshi ko'radi. Endi mana shu ikkala tomondan bir-biriga bo'lgan muhabbatga sabab bo'lgan da'vat qilayotgan odam odamlarning eng yaxshisi deyiladi. Allohni bandalarga mahbub qilish, bandalarni esa Robbilariga mahbub qilishlik. Astagfirullah. Va man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allohi va amila solihan va qala innani minal muslimin. Odamlarni Allohning diniga da'vat qilgan va o'zi ham yaxshi amal qilib, shak shubhasiz men musulmonlardandirman degan kishidan ko'ra chiroyliroq so'zlovchi kim bor? Alloh taolo aytayapti, eng chiroyli gapirgan odam kim? Mo'min bo'lib turib, solih amal qilib turib, musulmonman deyotgan odam eng chiroyli odam bo'ladi gapirayotgan. 5-inchisi, o'zingni tez-tez hisob-kitob qilib turishing. O'zingni nafsingni muhosaba qilib turishing. Ya'ni niyatni yangilab tuzatib turishliging. Amallaringni puxta chiroyli bajarishga harakat qilishing. Xato kamchiliklarini ko'rishing va ularni tuzatishga harakat qilishing. Bu ham tavfiqdan. Kamchilik bormi hammamizda? Hammamizda bor. Biroq bizga odob bilan, hikmat bilan, yo'li bilan manaqa kamchilik bo'lyapti desa, o'zingchi deysiz-ku. Voy, sengachi odob bilan, hikmat bilan hech kim yo'g'ida o'zingga nasihat qilyapti. Qabul qil, o'zingchi deydi. Mana qilgan ish mana bu joy ozgina chola bo'lib qopti desa, ha nima bo'ladi-da shunchalik, ha? Hikmat bilan qilingan tanqidni, aybingizga bo'lgan ishorani qabul qilmayotganligingiz betavfiq ekanligingizni belgisi. O'sha tanqidni qabul qilgan odam yana o'sadi. Al-kayyisu man dana nafsahu va amila lima ba'dal maut. Imom Ahmad va Termiziy rivoyat. Payg'ambarimiz aytadilar: haqiqiy xushyor inson kim? Endi Rasulullohning nazarlarida
Haqiqiy hushyor odam qanaqa bo'ladi? Rasululloh aytayaptilar, o'zini nafsini hisob-kitob qilib turgan va o'limdan keyingi narsa uchun ishlayotgan, amal qilayotgan inson haqiqiy hushyor kimsadir. Tushunarlimi? O'zini hisob-kitob qilib turadi doim ishlarini va o'limni esdan chiqarmasdan shunga qarab kun kechiradi, shunga qarab amal qiladi. Mana shu odam haqiqiy hushyor odam ekan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytadi: "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu va zinu a'malakum qabla an tuzana alaykum." Hisob kitob qilinmasinglardan avval o'zingizlarni hisob kitob qilib turinglar. Ya'ni farishtalarning oldiga kelganingizda hisob kitob qilinadi qiyomatda. Shundan avval o'zingizlar hisob kitob qilib turinglar o'zingizlarni. Va amallaringlar tortilishidan avval sizlarni zararinglarga o'zingizlar amalinglarni tortib turinglar. Ya'ni o'zingni qarab yur. Bugun necha mahal namozni qoldirdim? Necha marta g'iybat qildim? Qaysi farz amal qolib ketdi? Zikrda aytdimmi, aytmadimmi? Tavfiqning alomatlari, Alloh sizni muvaffaq qilganligi, Alloh sizni tashab qo'ymaganligi, Alloh sizni qo'llayotganligining birinchi alomati iymoningiz bo'lishi. Ikkinchisi, shar'iy ilmlarga muhabbatingiz bo'lishi. Uchinchisi, savobli amallarga muvaffaq bo'lishingiz. To'rtinchisi, da'vatda hissangiz bo'lishi. Beshinchisi, o'zingizni hisob-kitob qilib turishingiz. Oltinchi alomati, qalbingni Allohga bog'lanib turishi. Bu ham bir nozik nuqta. Uni qadariga rozi bo'lishing. Uning fazli marhamatiga, ne'matiga shukr qilishing. Farz, vojib amallarni qoldirmasdan qilishing. Allohning haqqini ado qilishga harakat qilishing. Uni o'ziga tavakkul qilishing. Uning o'ziga suyanishing. Qalbingni uni o'ziga topshirishing. Qalbingni odamlarga bog'lanib qolmasligi. Odamlar bor yo'g'i ojiz banda ekanligini tushunishing. Ana shu bandalarning ustida ham Allohning qadari joriy bo'lishini aniq bilishing. Alloh senga o'zi kifoya qilishiga ishonishing. Uni iznisiz biron narsa sodir bo'lmasligiga iymoningni komil bo'lishi. Uni hukmini hech kim rad qila olmasligiga iymoningni komil bo'lishi. Taqdirni hech kim qaytara olmasligiga, hamma narsa uni qo'lida ekanligiga aniq ishonayotganliging, qalbingni Allohga bog'langanligi tavfiqning belgisi. Kim aytgani bo'ladi? Allohda aytgani bo'ladi. Qalbingizni Allohga bog'langanligi, doimiy suratda bog'lanib turishligi tavfiqning belgisi. Ma sha'allohu kana va ma lam yasha lam yakun. Alloh nimani xohlagan bo'lsa bo'ldi. Alloh taolo nimani xohlamagan bo'lsa, shu narsa bo'lmadi. Alaysallohu bikafin abda. Alloh taolo so'rayapti. Axir Alloh taolo bandasi uchun o'zi kifoya emasmi? Men o'zim kifoya qilmaymanmi senga bandam deyapti. Parvardigor o'zing kifoya qilasan. Hasbiyallohu va ni'mal vakil deb turib xotirjam bo'ldingizmi? Demak, tavfiq bor sizda. Ibrohim alayhisalomni o'tga uloqtirishdi. Havoda uchib ketyapti. 2 sekundda, 1 sekundda tushadi. Shu fursatning ichida Jabroil alayhisalom kelib, "Alaka haja ya Ibrohim. Menga bir hojatingiz yo'qmi? Qalb ko'ryapsizmi Alloh bilan ovora bo'lganligi? Sizgami?" deyapti. "Sizga hojatim yo'q. Robbimga hojatim bor, ammo Robbimga aytishga hojati yo'q" deyapti. Nima dedi Alloh taolo? "Ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim." Hech kim o'ylamagan edi bunaqa yechimni. Mushkulani bunday hal bo'lishini birov o'ylamagan edi. Ibrohim alayhisalom o'tga tushdi. Olov ham sovuq, ham salomat bo'ldi. Qalbingizni doim Allohga bog'lanib turganligi tavfiqning belgisi. Astagfirullah. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohdan taqvo qilsa, Allohdan qo'rqsa, unga mahrojini beradi. Har qanaqa muammodan chiqib ketadigan yo'lni beradi. Bo'ldimi? Yo'q, davomi bor. Va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kutmagan joydan rizqini beradi.
Bo'ldimi? Yo'q. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, Alloh shu bandaga o'zi kifoya qiladi. Nima? Robbingiz o'zi kifoya qilmaydimi sizning muammolaringizga? Kifoya qiladimi? Aniq ishonasizmi? Qalbingizda shubha yo'qmi? Hasbiyallohu va ni'mal vakil deb xotirjam bo'ldingizmi? Demak, sizda tavfiq bor. Alloh sizni o'ziga tashab qo'ymabdi. 7-si. Eng katta g'am tashvishing oxirat bo'lishi. Shu yerda endi muammo bor. Yuribmiz ko'chada deydi. Nima deb? Bola chaqa, tirikchilik. Mashada g'amiz. Mashada g'amiz. Bomdodga chiqish g'am emas. Zikrda aytish g'am emas. Bir 4 qator bir narsani o'qish yoki yodlash g'am emas. Allohning diniga bir xizmat qilishlik g'am emas. G'am nima? Bola chaqa, tirikchilik. Allohni unutib qo'yib, faqat dunyo deb yashayotgan odamlarni qarasanglar, Alloh taolo shunday qilganki, bularni mana shu g'amdan boshqa narsaga vaqti yo'q. Ota-onasini kunda borib xavoragani vaqti yo'q. Ish ko'p. Siyla rahimga vaqti yo'q. Ish ko'p. Bir tabiat qo'yniga chiqib dam olib kelgani vaqti yo'q. Ish ko'p. Bola chaqasi bilan o'tirib ujin qilgani vaqti yo'q. Ish ko'p. Rossiyada yuradi, bir haftada bir marta telefon qilib qo'ygani vaqti yo'q. Nimasi ko'p? Ish ko'p. O'sha otangga bir hafta bir marta telefon qilib qo'ymasdan onangga ishing zo'r bo'lib ketyaptimi? Tushunarlimi? Faqat dunyo, faqat pul deb yurganlar, Allohni esdan chiqarganlarni Alloh taolo shunday qilib qo'yganki, shu dunyo ishidan boshqa narsaga umuman vaqti yo'q. O'zini sog'ligiga qaragani ham vaqti yo'q, trenajyorga borgani ham vaqti yo'q, futbol o'ynagani ham vaqti yo'q, o'zi xohlagan ishlarga vaqti yo'q. Nimaga? G'am noto'g'rida. Tavfiqni 7-alomati eng katta g'am tashvishing, birinchi g'am tashvishing Alloh taoloning roziligi, oxirat bo'lish kerak. Bu dunyo hayotini oxiratning ekinzori deb bilayotgan bo'lsang, bu dunyo hayoti mehnat hovlisi ekanligini tushunayotgan bo'lsang, bu dunyo hayotiga aldanmayotgan bo'lsang, bu dunyo hayoti oxirat hovlisi uchun tayyorgarlik maydoni ekanligini bilayotgan bo'lsang, mana shunday e'tiqodda bo'lgan bo'lsang, sen tavfiqni ishidasan. Alloh taoloning ulkan tavfiqi seni qo'lingda turibdi-kan. Mana shu narsa bilan qalbingiz keyin xotirjam bo'ladi, o'y fikringiz o'rnida bo'ladi. Biz o'zi esimizni taniyotganimizda o'sha o'lchov tushunchalarimiz, hayot haqidagi tasavvurlarimiz noto'g'ri bo'lganligi uchun hayotda qilayotgan ishlarimiz ham noto'g'ri ekan. Agar qo'limizdagi kompas Allohning roziligini ko'rsatadigan kompas bo'lganda, qilayotgan hamma ishimiz to'g'ri bo'lardi. Lekin birimizning kompasimiz dunyo. Dunyoni ko'rsatadi, ma'qul yur deydi. Birimizning kompasimiz mansab, birimizning kompasimiz obro', birimizniki mashhurlik. O'shuning uchun har tomonga yurib, sochilib, chochilib yuribmiz. O'zi avvalambor mana shu ayniqsa mana o'g'il bolalar xususan endi oq qorani ajratib 7, 8, 10 ga kirganda mana bu o'lchov tushunchani to'g'ri qilish kerak otalar, yosh otalar. Allohning roziligi birinchi o'rinda turish kerak bolam. Birinchi maqsading nima qilsam Xudo mendan rozi bo'ladi degan e'tiqod bilan yashagin, qolgan problemani Alloh hal qilib beradi. Domlalarning gapiga qarasang, olma pish og'zimga tushib o'tiraveradi. Kim aytdi senga unaqa deb? Zo'r hunarni tanla, zo'r kasbni tanla, ilmni o'qi, zo'r qil. Katta pul topadigan mehnatni, ilmni sababini qil, lekin qalbing Alloh bilan bo'lsin. Mana o'sha biz aytayotgan narsaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ushbu hadisi dalil bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallohu ghinahu fi qalbihi va jama'alahu shamlahu va atathu dunya va hiya raghima." Mana o'lchov tushunchani qaranglar, qanaqa bo'lish kerak. Rasululloh aytayaptilar, kimning g'ami oxirat bo'lsa,
eng katta g'ami, eng birinchi g'ami oxirat, Allohning roziligi bo'lsa, Alloh uning boyligini qalbiga solib qo'yadi. Qalbi boy bo'ladi birinchi navbatda. Puli bo'lsa bo'lmasa, qalbida xotirjamlik bo'ladi. Uning ko'nglini bir joyda qilib qo'yadi. Dunyo uning oldiga o'zi xohlab kelaveradi. Davomini qarang. Va man kanatid dunya hammahu. Endi kimning eng asosiy g'ami shu dunyo bo'lsa, faqat dunyo g'am bo'lsa, ja'alallohu faqrahu bayna aynayhi. Bunaqa odamni kambag'alligini mana ikkala ko'zini o'rtasiga, peshonasiga yozib qo'yadi. Fafarraq alayhi shamlahu. Uni ishini sochib qo'yadi, ko'nglini notinch qilib qo'yadi. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Dunyo odamni Alloh taqdir qilgandan oshchasi kelmaydi. Bittasini Alloh taolo hamma g'am tashvishiga o'zi kifoya qilyapti, bittasini Alloh taolo sochib qo'yapti ishini, doim baxtsiz. Farq nimada? Ikkalasi ham mehnat qiladi, ikkalasi ham ilm o'qiydi, ikkalasi ham hunar qiladi. Birinchi odamning g'ami Allohning roziligi. Ikkinchi odamning g'ami dunyo. Mana endi tushunyapsizlarmi nimaga doim yetmaydi? Nimaga doim shikoyat bor? Nima uchun boylar ham doim pul orqasidan quvaveradi? Chunki o'lchov noto'g'ri. Kompis chataq. Boshqa hadisda aytadilar: "Man ja'alal humuma hamman wahidan, kafahullohu hamma dunya." Kim ko'p g'amlarni bitta g'am qilib olsa, Alloh u uchun dunyo g'amlariga o'zi kifoya qiladi. G'am ko'p dunyoda. Sog'lik bor, tinchlik bor, uy bor, kiyim bor, pul bor, bola bor. Mana shu g'amlarni hammasini bitta g'amga almashtirib olsin. Nima qilsam Alloh mendan rozi bo'ladi degan g'am bilan yashasin. Shu savolni javobini topish bilan shunga harakat qilib yashasin. Qolgan g'amlarga Alloh o'zim kifoya qilaman deyapti. Kimning aqli va qalbini dunyoning ko'p g'amlari va tashvishlari har tarafga sochib yuborgan bo'lsa, Alloh bunaqa odamni dunyoni qaysi vodiylarida halok bo'lishiga parvo qilmaydi. Shuning uchun akalar, ukalar, xotin kerak, pul kerak, uy kerak, bular kerak. Bularda hech qaysini inkor qilmaymiz. Va mana shu narsalarni qo'lga kiritish uchun nima ish qilish kerak bo'lsa, hammasini qilamiz. Lekin bular g'am bo'lmaydi. G'am Allohni rozi qilish bo'ladi. Birinchi alomati iymon, ikkinchisi ilm, shar'iy ilmlarga bo'lgan tavfiq. Uchinchisi savobli amallarni qilishga muvaffaq bo'layotganingiz. To'rtinchisi Allohning diniga da'vat qilishida ishtirokingiz bo'lishi. Beshinchisi o'zini hisob kitob qilib turishi. Oltinchisi qalbni Allohga bog'lanib turishi. Yettinchisi eng katta g'am oxirat g'ami bo'lishligi. Sakkizinchisi gunohlardan tezda qaytishlik, tavba qilishlik. Kullu bani adama xattoun va xayrul xatta'ina at-tawwabun deganlar Rasululloh. Odam bolasi borki, xato qiladi, gunoh qiladi. Iloji yo'q. Banda ojiz, bilib qiladi, bilmay qiladi, adashib qiladi. Endi Alloh tavfiq bergan banda mana shunday bir gunohga kirib qolsa, tezda tavba qiladi. Tezda to'xtatadi. Afsus nadomat chekadi. Allohga qaytib istig'for aytadi. Va chinakamiga tavba qilgan odam shu gunohni qilmagan odamda bo'ladi. Daftarida bo'lmaydi bu gunoh. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "At-taibu minaz-zambi kaman la zambala." Gunohdan tavba qilgan kimsa gunoh qilmagan kimsa kabidir. Faqat rosakam tavba bo'lish kerak. To'xtatdi. O'sha tavba nasuh tavba deganda to'rtta sifati bor. To'xtatish kerak, qattiq pushaymonlik kerak, qaytib qilmayman deb Allohga ahd berish kerak va shu gapida turish kerak. Allohning haqqida gunoh qilgan bo'lsangiz to'rtta shart. Agar odamning haqqi bo'lsa 5-inchisi qo'shiladi. Nima qilish kerak? Allohning haqqida bo'lsa tavbaning sharti 4ta, bandaning haqqi bo'lsa 5ta. Astagfirullah va tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Barchalaringiz Allohga tavba qilingiz, ey mu'minlar.
Shoyatki shunda najot topsanglar. Boshqa oyatda albatta Alloh tavba qiluvchilarni va o'zlarini mudom pok tutuvchilarni yaxshi ko'radi. 9-inchisi. Jamiyatga foydali inson bo'lishing. Puling bilanmi, hunaring bilanmi, ilming bilanmi, maslahating bilanmi, mahallangga, qishlog'ingga, shaharingga foydang tegayotgan odam bo'lishliging Alloh taoloning senda tavfiqi borligini belgisi. Odamlarning xizmatida bo'lish, odamlarning hojatlarini ravo qilishga chiqish. Bu hamchi hammaga berilavermaydigan ne'mat. Jamiyatga foydali bo'lish ham hammaga nasib bo'ladigan narsa emas ekan. Mansabi bilan, moli bilan, ilmi bilan, hunari bilan, maslahati bilan odamlarga foydali bo'lishlik Alloh taolo yaxshi ko'rgan sifati bandani. Payg'ambarimizning hadisini o'qiymiz. Ahabbun nasi ilallohi anfahum linnas. Odamlar orasida Alloh uchun suyuklirog'i odamlarga foydalirog'idir. Va ahabbul a'mali ilallohi azza va jalla sururun tudkhiluhu ala muslimin. Alloh uchun eng suyukli amal nima? Bir musulmon kishining qalbiga xursandchilik kiritishing. Bir og'iz gapiz bilan xursandchilik kiritib qo'yishingiz mumkin. Mana ekanini aytmabsiz-da, aka, bilgan ekansiz desa, sen so'ramading-da deydi. Rasululloh aytadilar, "Au tukshifa anhu kurbatan." yoki ana shu bir musulmondan bir mashaqqatni ko'tarishing. Au taqdi anhu daynan, yoki bir qarzini uzib qo'yishing. Au tatruda anhu ju'an, yoki undan ochlikni ketkazishing. Jamiyatga foydali bo'lishlik Alloh taolo yaxshi ko'rgan sifatlardan. Jamiyatga foydasi tegyaptimi? Demak, sizda tavfiq bor. Alloh sizni tashab qo'ymabdi bir chekkaga. Alloh ishlatyapti ekan sizni shu ishga. Hadisni davom etkazamiz. Waliyan amshiya ma akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fi hada al-masjid shahran. Ya'ni fi masjid al-Madina. Mana bu masjidimda deyaptilar Rasululloh. Masjid-un Nabaviyda bir oy e'tikof o'tirganimdan ko'ra bir musulmon birodarimni hojati uchun yurishligim men uchun suyukliroqdir. Qarang, bir oy e'tikof o'tirsangiz qancha savobga ega bo'lasiz. Lekin Rasululloh aytibdilar, meni masjidimda e'tikof o'tirgandan ko'ra bir oy bitta odamni xizmatiga, yordamiga, hojatiga chiqib qo'yishlikni payg'ambarimiz menga suyukliroq deyapti. Boshqa hadisda aytadilar, "Va man masha ma akhihi fi hajatin hatta yaqdiha lahu, thabbatallohu qadamayhi yawma tazulul aqdam." Kim bir birodarining ehtiyojini qondirish uchun u bilan birga yursa, qanaqa mukofot bor unga? Alloh uning qadamlarini, oyoqlar, qadamlar toyilib ketadigan kunda mustahkam qiladi. Qiyomat kunida odamlarning oyoqlari toyilib jahannamga tushib ketadi. Ana shu kunda qadami sobit turadi. Nimani evaziga berilyapti? Jamiyatga foydali bo'lishligingiz. 10-si. Alloh azza va jalla seni ishingni o'zini qo'liga olishligi. Ya'ni Alloh seni o'zini holingga tashab qo'ymasligi. Xizlan, mahrumlik. Mahrumlik nima? Haqiqiy mahrum odam u puli yo'q, oilasi yo'q, dunyosi yo'q odam mahrum odam deyilmaydi. Haqiqiy mahrum odam Alloh bu odamni o'zini holiga tashab qo'ygan. Unga yordam bermaydi, uni qo'llamaydi. Mahrumlik Alloh seni o'z nafsing bilan yolg'iz qoldirib qo'yishi. Parvardigor duoda qarang payg'ambarimizning duosini. Wala takinni ila nafsi tarfata ayn. Parvardigor ko'z ochib yumgunchalik muddatga ham meni o'zimning holimga tashab qo'ymagin. Agar Alloh sizni o'zingiz holingizga tashab qo'ysa, yarim sekund ko'p halok bo'lib ketishingiz uchun. O'sha yeyotgan oshingizdan bitta guruch o'tib ketadi tomoqqa havo bilan, klaponni shunda to'sib qoladi, pishdingiz. Rolda ketayotib ko'zingiz 2 sekundga ketadi, tushdingiz. Jarga. Duoda qarang go'zalligini. Parvardigor ko'z ochib yumgunchalik muddatga ham meni o'zimning holimga nima qilmagin? Tashab qo'ymagin. Demak, birodarlar,
tavfiqning alomatlari. Birinchisi iymon, ikkinchisi shar'iy ilmlar, uchinchisi savobli amallar, to'rtinchisi Allohning diniga da'vat, beshinchisi o'zini hisob-kitob qilib turish, oltinchisi qalbni Allohga bog'lanib turishi, yettinchisi eng katta g'aming oxirat bo'lishi, sakkizinchisi gunohlardan tezda tavba qilishing, to'qqizinchisi jamiyatga foydali bo'lishing va o'ninchisi Alloh seni ishingni o'zini qo'liga olishi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.